Bugün yeni bir video işledik. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Kanadadagi eng arzon bir do'konni tanishtirmoqchi. Ya'ni ko'rib turganingizdek Dollar Tree. Dollar Store deb qo'ydi, Dollar Tree deb qo'ydi, Dollarama deb qo'ydi. Bu xuddi bizning vatandagi yang yiko, yang sankoy degandek do'konlarga o'xshaydi. Eng arzon. Tashidagi mol bahosniki nimsi qarsanglar bu hamma narsani $1.25. 1.25 pound. Bu videoni ishlashimdagi maqsadim bu sizlarga bu Dollar Store'niki e'lonni chiqarib bergan emas. Bu bir kim sponsor qilgan emas. Sizlarga Dollar Store, Dollar Tree, ya'ni Kanadadagi eng arzon do'konning qaysi ekanligini ko'rsatib bergash, ya'ni mushu do'konning ichidagi butkul 90% yuqori desam bo'ldi, hammasi made in China ekan. Kanadadagi qarindoshlarniki mushu Dollar Store'lar kirgan chog'da bir 2-3 sekund vaqtni chiqarib, bu mahsulotniki qayerdan ishlanganligini made in China bo'lib qolsa olmasligini tavsiya qilaman. O'zimcha bundoqlam ishlab qo'ydim, navoda sponsor qilib, o'zinglarniki shirkatini yoki o'zinglarniki ma'lum bir narsani tanishtirmoqchi bo'lsanglar, videomning ostiga komment yozib qo'ysanglar bo'lib, meni bilan aloqalashsanglar bo'ladi. Sizlarga e'lon ishlab beraman. Bu shunday videolarni ishlab kanalimda eng az deganda 1000 dan ortiq odam bor. Yaxshi sizlarni tanishtiradigan bir yaxshi platforma hazırladım desam bo'ladi. Undaq bo'lsa birlikda do'konga kirib ko'rib boqaylik. Christmas boshlab ketibdi. Nereden boshlab ketsa eslagandek. Qarab boqaylik. Made in China. Party buyumlarını ko'rib boqaylik. Plastik bu Made in China. Manadek bir narsalar uchrab qoldi, vatanimizga o'xshash. Made in China. Paypaqlarmi 1.25 pound. Kichik ko'rib boqaylik ya. Bu Made in China. Eng nachar sifatli Made in China mahsulotlari Dollar Tree'dan topildi. Balonlar narsa qarab boqay. 80 pound chiqadigan Made in USA. Okay. Yo'layamsa. Chicken olay. Qog'ozdan ko'rib boqaylik. Made in USA. Okay. Made in USA bo'lsa qo'yman odatda. Bo'lmasa boshqa yaniki Pakistan, Hindistan deganliklarim olmayman odatda. Bularniki. Kichik qizlarning bir narsalarni ochiqligini ko'rib boqaylik. Made in China. Yalğan vurup sakallarken bunu.
kitaplarımı $1.25 kendim. Mektepnin kitapları bulduğumuz $200'lık, $300'lık kitaplar var. Oho, kıymetli mektepnin kitaplarını. Kanadalık ballarının oynaydığı nəsləri bütün həmisi Xitaydan keyin. Bu made in USA. Oy manandaki ərzan kiriş suyuq qımbakin. Şilti baqaya qanakin. $1.25 yoğun bir kutu. Yoğun bir kutu kiriş suyuq qıyla oldu benimse. Yani nimbadu. Nimbu. Made in China. Oh, made in USA? Really? Kanada'daki dastıqlanmanı mağunundaki buldu. Muşinci ikam çoğunlukta. Şu Kanada'nın dastıqını yaşı şu. Bu Kanada'daki Uygurlar qanday qildi desanglar, özlerininki yo'g'on aşı Uyg'urcha millicha dasturxonni silib, dasturxonning ustiga mushunday bir odamniki oldiga ayrim-ayrim bunday kichik dasturxonni qo'ydi. Var chiroyli dasturxonlar bo'lgan ko'rinmaydi bu. Indonesia. Made in Cambodia. That's not bad. Kanada'da bir-birsiga karta üretish pek moda. Hey moda deyman ku. Umumyüzük shunaqay qoidasi deymizmi? Yetayam o'tkazganda xuddi bular bir-birsiga yetiq salom yo'llagan shu o'zaro bir-birsiga karta ürətib made in USA. Okay. Not bad. Bana tek bir nəsə lazımdır. 125 tal çıxdı ekan. Bu qayanın məsələdidir. Bu made in China. Axlat xaltalarını məsələdir bunundakı. 8 dal axlat xaltası qarranglik. Made in Canada. O şükür. Bana tek olsun bir Kanada'nın məsələləri ekan. Ucu. Axlat xaltası. Bu made in China. Onun üstündeki dastıqlamam şu. Muşuncha xil çoğunluqda. Türkiyədəki soda qıldığanlar Atlas'ın muşunğa oxşaş muşuncha çoğunluqda. Dastıqan tikib sasanlar Kanada'dakiler ağız degende ondan aladı. Aşıqanı buyumlar qarab baqaylı. Ohoy, neyim bu? Made in China. $1.25 yoğun bıçaqdan şikitalı kildi ekan. Made in China. Öf. Made in China, made in China. Of. Oy. O kayanınki. Large spin. Qayta uyga.
Aşına qilib uyga qaytib keldim. Dollar store bir narsalar arzon ekan. Hammasi $1.25 cent. Lekin shu deganimdek Made in China mahsulotlari. Men 90% debman. 60-70 deb qo'yay bo'ldi. Boshqa davlatlarniki xeyli bor ekan. Shu demoqchi bo'lganim men shu, ashunda do'konlarga borgan vaqtimizda bir 2-3 sekund vaqtimizni ortiqroq qarab, olgan narsa, olmoqchi bo'lgan narsamizningki qaysi davlat ishlanganligini bir qarab beqib oldi. Anda bo'lsa bu video mushunchalik bo'lsin. Kerakli videoda ko'rishaylik. Kanada to'g'riliq uchurlar chiqdi. To'la bir narsalar chiqadigan bo'lib ketdi YouTube kanalimda. Hammalarning qo'llariga rahmat. Birinchi qatim ko'rayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasa texnik abonent bo'lgan bo'lsangiz abonent bo'lib qo'ying, qo'llab berishingizni umid qilaman. Ko'rishaylik endi besib qo'ying. Gap so'zlaringiz bo'lsa astiga yozib qo'ysangiz, odatda har bir yozilgan inkaslarni hammasini o'qib bo'lman odatda. Ba'zi kechikroq javob qaytarganim bilan hamsiga javob qaytarib bo'lman odatda. Endi kech tomoq. Kelinglar. Haraslarga dostixonimni ko'rsatib qo'yay. Dostixonim yana munchalik cho'nliqda. Deganimdek shu Kanadada dostixon selish qoidasi mana shunda har bir odamning oldiga dostixon ayrim silindi. Atlasga o'xshash bir narsalar uchrab qolsa shunda xo'sh bo'lib ketimizda qimmat bo'lsa-mu, qimmat demay olamiz. Atlasga o'xshash uchrab ketadigan narsalar bo'lsa, Kanadadagi oyliklarniki bir qatim esimda qilishcha, dostixonniki ustiga yana shunga o'xshash cho'nliqdagi atlas shaklda o'sha dostixonning ustiga dostixonni ayrim shunda qo'ydi ekan. Navada Turkiyadagi qarindoshlar, do'kon ochgan qarindoshlar dostixonniki cho'nliqini mushunchalik qilib tikib, atlasdan Kanadadagilar odatda shu 10 dan 20 dan oladi. Uyga mehmondoshlik kelgan bo'lgan ekan, har bir odamning oldiga birdan dostixon qo'ydi. Sizlarga bir savdo fursatini deb beray. Atlasdan mushunchalik cho'nliqdagi dostixon tiksanglar, bozorga chiqadi. Men birinchi bo'lib olaman.